Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Moskva Toshkent, Toshkent Moskva yo'nalishidagi avtobus. Ko'ryapsizlar, O'zbekiston nomerida avtobuslarimiz ideal sostoyaniyada. Reyslar har kuni. Bugun 8-may sanamiz. Xudo xolasa Moskvadan metro Katenligidan chiqib ketayotgan avtobusimiz. Azizlar, xudo xolasa Moskva metro Katenligidan Remoy Toshkentgacha avtobusimiz ko'rib turibsizlar, sharoitlari. Zaryadchilari hamma yo'q bor. Shinalar yotadi vertikal. Ekranda ishonchli nomerlar bo'ladi. Bemalol qo'ng'iroq qilishlaring mumkin. Qalay ketyapsan, uka, yaxshimi? Zo'rmi? Avtobusda ishodi, avtobusga keldingmi? Aka, qalay ekan qulayliklar? Dahshatmi? Yaxshi bo'ladi. To'g'ri, eson-omon vatanga yetib olinglar, ukalar. Ekranda ishonchli nomerlar bo'ladi. Bemalol qo'ng'iroq qilib murojaat uchun ekranda nomerlar. Bitta O'zbekiston nomer, bitta rossiyskiy nomer qo'yamiz akalar. Reyslarimiz har kuni. Shunday avtobuslarda ketmoqchi bo'lsanglar, bemalol telefon qilaverasizlar. Moskvadamiz, xudo xolasa. Metro Katenligi. Batafsil ma'lumotlarni ekranda nomerlardan olishingiz mumkin. Dokumenti yo'q yurtdoshlarimizga olib ketamiz.